Nilufar Jo'rabayeva bo'laman. Biz 3 tuman Barkamol avlod bolalar maktabida 42 ta to'garaklarimiz o'z faoliyatini olib bormoqdalar. Hozirgi kunda Prezidentimiz tomonidan e'lon qilingan dolzarb 90 kun tadbirlar doirasida biz 1700 nafar o'quvchini o'z to'garaklarimizga jalb etganmiz. Hozirgi mana yozgi dolzarb 90 kun tadbirlari bo'yicha keng ishlar olib bormoqdamiz. Jumladan kunlik mana yozgi ta'til rejalari asosida turli tadbirlar, ko'ngil ochar dasturlari yo'lga qo'yib kelinmoqda. Bugun mana tumanimizdagi chekka tarmoq to'garaklarimizdan biri bo'lgan 46-sonli umumta'lim maktabida tashkil etilgan liboslar dizayn to'garak rahbari Muradova Nigoraxon boshchiliklarida bugungi o'quv dasturi tadbirlarini o'tkazmoqdamiz. Ular o'zlarini 50 dan nafar ortiq o'quvchilar bilan birgalikda o'zlarining o'z qo'l ishlari, ijodlarini namoyish etmoqdalar. Ular faqat liboslar dizayni to'garagi bilan chegaralangina qolmasdan, robototexnika, turli xil mana sun'iy gullarni yasash va shunga o'xshash har xil mana qurilish materiallaridan turli ko'rgazmalarni yasash bo'yicha o'z ustilarida ish olib bormoqdalar va mana shu bugungi yaratgan ijodlarini ko'rsatib bermoqdalar.